Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari va Kaliforniya yomg'irchuvalchang biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar. Mana bugun klientimizga biogomislarni ilab o'ta sifatli darajada tayyorlab beramiz. Inshaalloh biogomis biznesiga, Kaliforniya chuvalchang biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar mana shunday sifatli biogomislar tayyorlashni va Kaliforniya chuvalchanglar qanday ko'paytiriladi shu sirlarni o'rgatib o'tamiz. Ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Qiziquvchi o'rtoq like tugmachalar bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmagan obuna bo'lib qo'yamiz. Hamda o'ta sifatli darajada granula shaklida biogomislar qanday tayyorlanadi? Mana qarang sifatini. Sizga ko'rsatib o'tamiz. Kimga mana shunday 100% tayyor biogomis kerak bo'lsa, ekran nomerlar qo'yib qo'yamiz. Ekran nomerlar telefon qilib qo'yaverasizlar. Biogomis biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar, Kaliforniya chuvalchang biznesini boshlayman degan o'rtoqlar, ekran nomerlarga kommentarlar yozsanglar, bemalol tushuntirishlarni olib boramiz. Mana shunday qanday sifatli biogomislar tayyorlanadi, chuvalchanglar qanday ko'paytiriladi, sirlarni o'rgatamiz. Oddiy mol go'ngidan juda yaxshi daromad qilish sirlarini o'rgatamiz. Mana bir zapas go'ngni keltirib qo'yamiz inshaalloh. Chuvalchanglarimizni berib boryapmiz. Mana shunday yaratishga taxlangan. Mana shu yerda qiziquvchi o'rtoqlar mana 3-4 so'zlik joydan bemalol yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Yiliga qiziquvchi o'rtoqlar, boshlamay turganlar bemalol boshlashlari mumkin. Oddiy mol go'ngidan yiliga ro'zg'orga, oilaga yaxshigina daromad qilish sirlarini o'rgatib o'tamiz. Chuvalchanglarni ko'rsatib o'taylik. Qiziqayotgan o'rtoqlar ana o'rtoqlar chuvalchanglar o'ta sifatli ishlayapti. Jilla ko'payib, lichinkalar bilan telefonda qanday ko'rinadi? Lichinka o'ta sifatli darajada mana shunday biogomis tayyorlab beryapti. Qiziquvchi o'rtoqlar bemalol ikkilanmasdan boshlashlari mumkin. Chunki daromad juda yaxshi. Yana o'rtoqlar. Mayda lichinka. Shunday joyga taxlab olganmiz o'rtoqlar. Shu biznesga qiziqayotgan o'rtoqlar bemalol qanday savollar bo'lsa berishlari mumkin. Videoda har xil kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.